Siz ham shunaqamisiz? Kechasi reja qilasiz, ertalab esa yana eski holat. Vaqt yo'q, kuch yo'q, kayfiyat yo'q. Ko'pchilik buni dangasalik deb o'ylaydi. Aslida esa muammo irodada emas. Muammo miyamiz qanday ishlashida. Miya energiyani tejashni xohlaydi. Shuning uchun u doim eng oson yo'lni tanlaydi. Telefonni, dam olishni, kechiktirishni. Shu sababli katta rejalar ko'pincha ishlamaydi. Bugun 2 soat o'qiyman degan reja miyani qo'rqitadi va u boshlashdan oldin taslim bo'ladi. Lekin bitta qiziq fakt bor. Boshlash qiyin, davom ettirish esa oson. Shuning uchun samarali odamlar katta rejadan boshlamaydi. Ular juda kichik qadamdan boshlaydi. 2 soat emas, 30 daqiqa ham emas. Atigi 5 daqiqa. 5 daqiqa miyaga xavfli tuyurmaydi. Xo'p, 5 daqiqa bo'lsa mayli, deydi u. Va siz boshlaysiz. Ko'pincha esa 5 daqiqa 20 daqiqaga aylanadi. Chunki harakat motivatsiyani olib keladi. Motivatsiya harakatdan oldin kelmaydi. Yana bir muhim narsa bor. Rejalar buzilishining asosiy sababi vaqt emas. Chalg'ituvchilar, telefon bildirgichlari, ijtimoiy tarmoqlar, keraksiz shovqin. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, bir marta chalg'ish diqqatni qayta tiklash uchun taxminan 20 daqiqa vaqt oladi. Shuning uchun muammo ko'p ishda emas, muammo muhitda. Telefonni uzoqroqqa qo'ying, stolni bo'shating, muhitni soddalashtiring. Eng samarali odamlar ko'p ish qilmaydi. Ular kam, lekin muhim ishni qiladi. Bugun shuni sinab ko'ring. Faqat bitta ishni tanlang va uni atigi 5 daqiqa bajaring. Mukammal bo'lishi shart emas. Muhimi boshlash. Chunki boshlash g'alabaning yarmi.